Bu balaning ismi Yasin. Ba'zilar Yasinning hikoyasini biladi. Lekin yana ba'zilar tek hozirgacha bilmasligi mumkin. Aslida bu Yasin o'zining jinini boqolmay qolgan ko'k namrat balati. Keyin bu ajoyib bir tush ko'rdi. Tushida momisi uning xislatlik bir kasini qoldirganligini aytadi. Bu xislatlik kasining xislati bo'lsa, uning ichiga nimani salsa, shu narsani ko'paytadi. Shuning bilan u nurg'un oltinlarni ko'paytib, setib katta boylarga aylangan edi. Va o'zining turmushini boshqalarning havasgagidek o'zgartib olgan edi. Xushallik bilan xapilik bir tutgan deb, uning xapilikmi uzilmay kelib turdi. Hatta Kamal deb bir bala Yasinni qaslab pasqalda o'ltirib qo'yg'ili. Bugun hikoyamizni mushu odam qaslash jinoyatidan boshlaylik. Oy, Rifat advokatım geldi yani. Geldiniz mi? Yazon, ishlab bitdi. Biz ta'minlagan isbotlar bilan Kamal qo'lga olindi. Agar uning jinoyati bekitilib qolsa, 10 yilda 15 yilgacha kesildi. Oshda jiq kesamdik a? Albatta shunday bo'ldi-da. Chunki u adam qasildi. Garchi Yazon hech nima bo'lmagan bo'lsa-mu, u maqsadiga yetolmagan bo'lsa-mu, uning qilmishi yana shu adam qaslash. Bo'pti. U o'ziga o'zi qildi. Yetib odam boqchiqa. Yazon? Kamalni tutilibdi, lekin siz faqat qo'shal emas-ku. Mening hozir butkul xiyolim abay mashina so'qatganlar kichik bola qoldi. Qo'rsam kichiklam bolaki bak ig'ir emasdi, hayoti xavf uchirmagandi a. Undan bo'lmaydi Yazon. Abay u qutqizish mashinasiga qutqazdi-yu balni. Iqtisodiy ahvolim ancha yaxshi emasda qiladi. Sherim manda bo'lsinlar. Siz doktorxon berib shu bolni izlab boqing. Agar iqtisoddan qiynalib qolgan bo'lsa, butkul rasxodni biz ko'taraydi. Ondan yana bir ish. Hech qanday isbot qilmasin. Pulni biz berganligimizni hech kim uqmasin. Ismingizni yozmang. Bulamda naqd puldan bering. Ashana bo'lsin. Yazon menimcha ozroq isbot bo'lsin, aqbay saqlamki. Nimishqa deysiz, keyinlikda shirkatning bir bosh kechirim siyosatlariga asqat qolarki. Bo'ldilar. Bizning yaxshilik qilishimiz u bojdan kechirim qilish uchun emas. Uning ustiga yaxshilik qilish degan u davron qiladigan ish emas. Ko'nlarda bir gap bor-ku, yaxshilik qilsang o'ng qo'lingda haqqi bir narsa olsang, so'l qo'ling uqmasin degan gap bor. Shunlashqa biz eng yaxshisi maxfiy qilaylik bu ishlarni. Mayli Yazon. Shunami? Siz bek yaxshi juvon Yazon. Rifat advokat, aytaylik. Yasin, qilgan ishlaring azroq titanpatdek turgan bilan asli tegidan yaxshi bola ekansan-ku. Qara, nimaning yaxshilik, nimaning saxtalik ekanligini obdan biladi ekansan. Filmimizning tajdori Oqsaroy buloq suyi. Yazon ras, bu qatim mening kelishimdagi maqsad bo'lsa, yaqinda sizning kirimingiz nihoyat ko'p eshib ketibdi. Chiqimi jiqlab ketibdi. Shu hamda men kirim chiqimni o'dillash uchun bir shirkat qurmasak bo'lmaydigan kelib qoldi. Shu sizni izlab kelishim. Yasin, sen eshib ketsa, Navoiy bilan so'tsat qilib boqqan. Tijoratni qandoqmi qilasa? Demosun bek atrofga qo'lishibsiz. Agar bu bitta ketilaversak, haqiqatan nurg'on odamlarga dehqon tatib qo'ygandekmiz. Manda bo'lsin siz degandek shirkatdan buni quraylik. Bo'ldi. Shirkatning ismini o'ylashib baqsangiz bo'lamdi. Zerak deb qo'yaylik. Zerak? Menamo xeyli kallam ishlaydi. Uning ustiga atrofimda sizlardek zerak do'stlarim bor emasmi? Shu shirkatning ismi Zerak bo'lsin. Bo'ldi. Bundaqda shirkatning tijorat doirasi-ku. Tijorat doirasi degan gap nemish qilsak bo'ladi degan gapmi? To'g'ri. Nemish qilsak bo'ladi. Sherin sizlarcha nemish qilsak bo'ladi? Biz shu girim buyum sohasiga mablag' solsak, cho'qim pek ko'p foydalanamiz deb o'ylayman. Sizlarning-chi?
bu taklif bana yaxshi oldu. Lekin ben bu taqdirqim bilan kirim buyumlar setip yursam ancha qamlashmag'idek. Sharmanda bo'lsin. Men keyincha sizga 5 million nadasa beray. Bu ishga siz mas'ul bo'lib, bu ishlarni siz qiling. Biz yana boshqacha bir ish qildiganga o'ylashib baqili. Siz yana bir izn taqamsiz. Buldu yazın ondaqdı mən man neç gün bir baza tekşürüp bakay. Anandaki sizge bir xəbərini yetkizey. Ma'qul bo'ldi. Mashaqlaydi. Yazın, akın sizge məsələ səp bolğan ki mən bazağa çıxıb xılı tekşürdüm. İmzanın kostümləri sizi şunda yarışıb ketibdi. Ya erlər kiyim-kechaklar qilib baqamdıq ya. O man kiyim-kechak qilish ancha mos kelmaydi. Unisi men kiyim-kechak sohasini ancha vaqt tushunib ketmayman. Unaqa bir gap bor, ot minalgan odam ot boqalishni tayin deb. Shunga o'xshash men bu ishni qilmaytib turay. Biz o'ylashib baqaylikchi yana. Yasin, mahsulot chiqarishda obdan o'ylashchimi? Paydini az alsangmi, chuqum sufti yaxshi bo'lsin. Tordagi o'yinlarni ko'rayotgansa, bikas senim g'ajab qo'ymisan. Bu hayatımda qilgan tonca ticaret işim. Çokum yürüşmesi bulmaydı. Şuna yaxshi bir tur tepişim gerek. Odamninki badanninki 70% suv. Odam suvdan aylanmaydi, ham suvga intildi. Shuningcha shu suvdan boshlab baqsa qanday bo'lar? To'g'ri? Suvim bo'ldi-ki. Agar sap suv ishlab chiqarsak, rasmiyat vaqtimi uzoq ketmaydi. 2 oydek vaqt ketar-ki, turbi suyini pokslab, qachlab ishlab chiqarsak bo'ldi-ki. Agar mineral suv qilamiz deb qalsak, suv manbasi izlash uchun, zavod qilish uchun, yana birga rasmiyatlarni bajarish uchun oldikeni 1 yillik vaqt ketar-ki. Menimcha 1 yil? Bak uzunga vaqt men saqlab qolmayman. Aras, mush Oqsaroyning suyimi shunda yaxshiki, men ijod qilib xil bir mazgil bo'ldi. Men shunda yaxshi ko'rgandim. Mushni setib olsaqchi? Oqsaroy? Yazom. Menimcha Oqsaroy bo'lmasmiki? Nemishqa? Menimcha bundoq yaxshi setilayotgan mahsulotni bizga berama. Qarang, men bu savdo ishlarini qilyapman emasmi? Bu sanimni ancha-muncha tushunib qoldim. Gaplaringni qara. Qachondan beri savdogar bo'lib ketding, Yasin? Endi ular bu so'zotni qilganki, ularni cho'qim pul tepish uchun qotadi bu ishlarni. Agar biz ularni yaxshi rozi qilsak, ularning deganini qilib bersak, menimcha cho'qim ular bu suvni bizga setib berdi. Siz bu so'zot bilan bir aloqa qilishing. Men sherim bilan berib shu so'zotni bir o'z ko'zimiz bilan ko'rib boqaylik. Bo'ldi. Unda qilsa, men hozir telefon qilay. Biz ishni boshlab ketaylik. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Yasin, qanday savdo qilishing menga noma'lum. Lekin ijro qilish kuchingga haqiqatan qo'l qo'ydim. Qaror qiladigansa, shu zamat otilindigansa. Filmimizning tajdori Oqsaroy buloq suyi. Allah aytam o zavodni setolimiz deb kelsak sotmayman deydi. Men otishga aljiga kelkamdiqmi? Yasin, tijorat qilaman deb otish qilam kelyapsan-ku. Atishliq savdogarlar tijorat qilish usta. Ular bilan tijoratni qamlashtirolmay qolasanmi? Ko'zim go'ji dajodian. Bu atıştık en iyisini kullanmak. Bo'ldi-ki. 是你订房间在7楼。Bana katılmam oldu. Bo'ldi. Bundan önce sal qarang'imi nima? Güzel kız ev. Manda yer borda. Kömürsiz. Ma'qul. Qaysi tarafga? Ma'qul, rahmat. Yazma yataklı şarayet bulam ki. Vanna bo'ladi-ki. Пришлось chaqirmayan yatakda. Qudrat yaxshimi? Yaxshi. Siz Yasin bo'lamsiz? Men shu. Bu yoq bo'lsa meniki kartim Shenay oldi. Yaxshimi? Hozir ishxonaga boramda. Biz ishxona bo'lmaylik. Biz bu yoqsa shu zavodni ko'rib chiqamdi. Shaqil. Surani ko'rib chiqamiz. Yasin, burun zavod deganni bak bo'lsa televizorda ko'rib baqqan bo'g'iyting.
Әмді мана xislatlik kasangning karamati bilan mushundaq ilg'ar zavodni maydanga mushlab turib olaman deb keldim. Pul bo'lsa latq qo'ziqmi yagi patido degan shu-da. Lekin mushundaq yaxshi suv zavodini bu otishliq savdogarlar sana satami degina. Unda zavod yardımı? Ha, yardi. Abaydan shu zavod mashinani ko'rib chiqdik. Shunda pokiz o'lchamlik yaxshi zavodga. Endi shu suv zavodniki suv manbasi nerda? Biz kelgancha suv tuyuqsiz to'xtab qolmaydiganda. Yaqay necha ming yil oldi iqvatida bu suv to'xtab qolmaydi. Ha, suvoqdek. Bu biz turayotgan o'rin atush cho'ng'iliqsiz deb ataymiz. Zavod bilan suv manbasi bo'g'arligi 1,5 kilometr keldi. Biz suvni bevosita suv manbasini Gönza qilib tatib kelamiz. Ha, amsa bulg'unish yo'qkanda bu suv. Haqiqatda bulg'unish yo'q, sab tabiiy. Hamsa yaxshi ekan. Bu suvning tarkibida har xil mineralli moddalar, stronsiy, kichik molekula qatorliq ko'p odam badaniga foydali qo'ygan moddalar ko'p. Ya'ni kelib bu bizning bu suv manbasi davlatimizga kamdan-kam uchraydigan suv manbalaridan biri. Qanday yozing Aqsaroyning suv zavodini suv manbasini ko'rganlarga yardımı? Shunda yaxshi. Biz o'ylagandanmi yaxshi ekan ya. Shunda olgan siz qaysi yerning vakolatchiligini olamiz deb keldi ona. Vakolatchi? Ha. Bu vakolatchi bo'lganmidi? Bizcha sizlarning o'z zavodinglarni setolay deb keldik. Zavodmi? Ha? Siz zavod sotmoqchimi? Ha? Yo'q, biz zavod sotamiz yo'q hech kimga. Ya biz Turibdan men o'tgan zavodni sotamiz. Sheba advokatlarni aloqasini? Allah aytam, zavodni setolamiz deb kelsak sotmayman deydi. Bu otishga anjuga kelgandik be. Mana Yasin, men nima dedim? Zavodni sotmaymiz deydi. To'xtamay menayotgan zavod sening xislatlik kasanga o'xshaydi. Uningdan to'xtamay boylik to'kiladi. Filmimizning tajdori Aqsaroy buloq suyi. Yazon bu yoq Aqsaroy suv zavodininki qurg'uvchisi, qonuniy vakili va birinchi qo'l donishjansi Mamatli apandi bo'ldi Mayzon. Bu yoq bizning Yazon. Rifat advokat ilim sitim ishlarning hammasini shu Mayzon bilan aloqa qilishibgan, shunlar Ilyachanlarning xabari yo'q, bu ishlarni ham suqishmas qolib qopti. Satoldi ham sen. Xushmas qilibdi. Satoldi. Satoldi xushmas qilibdi. Kelib o'tir. Sizmi o'tiring. O'zimizdan Aqsaroy suydan tutamaymanlar. Yasin, Anjurning gapini chiqarib, tas qolding zavod boshliq bilan urushib qolg'ili. Bu birinchi qo'l boshliq bilan tuzukrak paranglashchimi? Yazov, ko'rib keldim zavodni. Ko'rdik. Biz bu seni pek yaxshi ko'rmaymiz. Sizlarning zavodinglar ham shunday yaxshi ekan. Ondan keyin suv manbalaringlarmi gap ketmay ekan shunday yardi bizga. Endi shu sizlarniki shu suv zavodinglarni setolaylik deb kelgan. Shunga bizga bir baho chiqarpasingiz dedi. Yazov, endi bu zavodga 30 millionlik mablag' ketdi. Biz hozir endi o'zimizniki Aqsaroy suyini chiqaryapmiz. Shukr o'lkalarda 6 yaga, cho'ng shirkatlarga suv chiqarib beryapmiz. Vakoldan. Bizniki yillik kirimimiz hozir 5 million atrofida bo'layapti. Endi biz atishliq foydani o'ttaraq besalar sotamiz. Boshqa yo'q. Bo'ladi. Amsa menmo agitib qilmay gapni, udildaliray. Bunda bo'lsin. Siz obaytin 30 million dedingiz, men yana 10 million qetib sizga 40 million pul beray. Onundan sirt yana sizga foydaga sherik qilay. Voy Yasin, obdan baho qo'yding. Yilga kelgan foydaninki 70% sizlar, 30%ni men olay. Endi bu suv zavodiga kelganchada mening qo'sqimda bilim yo'q, ya iqtidorim yo'q uni boshqa odamga. Ondan keyin unga mening vaqtim to'g'ri kelmaydi. Siz davomli holda shu suv zavodini bir boshqarib bergan bo'lsangiz, siz qanaqa qaraysiz? Rasmi chaqchaq qilyapmiz. Men u suvdishi kelganchada azaldan chaqchaq qilmayman. Sizda bank kartasi bormi? Beray? Yo'qsiz. Siz boshlamamsiz? Shemay, menga 3,5 million pulni yetgan. Bu sizniki birinchi yillik foydangizni, ilm setim ishlarimizning zakat sifatida sizga yetkazdim. Qolgan ishlarni bizniki advokatlar o'zaro ko'rishib bir taqsim. Qanaqa qaraysiz? Chaqchaq qo'ying. Yo'q.
Şenay, yo'tlayapmizmi? Ha, hozir ketdik. Qarab qolmisiz? Ne ketdi? Yerim bilyapsanmi? Shundoq. Sen ishlarimiz usul qilsin. Yazol, qatish kelishda sizning bir obdan bir mehmon qilaylik. Ay, abi sizlarni avarqildan bo'ldi. Zavodning bahasini muvofiq deyishib qolding. Lekin foydaning jiqiraqini beryaptingmi nima? Asli 40 60% bersak bo'lavog'aydi. 30-70 qilib pek ko'p beryaptikmi qanda? Biz shu yerga pul topilgandik. Alisni nima ish qilib keldi? Siz o'ylab boqing. Agar biz u odamga 40 million pul bersak, u odam chiqibla suzatini yemini qursa, bizlar raqobatlashsa, o'chada biz jabhat atib qolamiz. Onundan ko'ra bu odamni biz puldan tutib qolamiz yaxshi. Onun ustiga o suzatini boshqalarga mening vaqtim yo'q. Shunaqmi? Pek kalmışlayıcı. Yasin, seni pul mushundaq aqlliq qilibyaptimi yoki azaldan mushundaq aqlliqmidan? Burundan aqlliqmiki desam, burunqi ahvoling men demisammi o'zingga ayon. Filmimizning tajdori Oqsaroy buloq suyi. Yazol, tabaq chiqqıcha meyildi ağaç birdan paranlishni. Ma'qul bo'ldi. Ma'qul bo'ldi. Yazol, sizda oltin ko'p deydi. Ay, bu gaplarni nada anlab yurgansiz? Ko'chalarda sizdan parangiz oladimi? Yasin, sening qo'lingda oltin baliqi atishqimi kep bo'pti. Bu sen uchun tazi yaxshi emas-ku. O gaplarni hamsi rasoq ishlatayin. Mendimi oltin jiq emas, shu momamni qilib qolgan bizlar mirosvatni shuni setib hamda jandashlik qilyapmiz. Sizdan bir gap so'rayman. Qinsa. Bu nurg'un zavod bu bizning Oqsaroy suzatini setib o'ylashibmiz. Endi bu ishga kelsak, davr taraqqiy qilyapti. Buni sizmi bilasiz? Davr taraqqiy qilganki, odamlarningki saposi yuqori ko'tarildi. Sapa yuqori ko'tarilgandan keyin odamlarning mushu tabiiy narsalarga bo'lgan ehtiyojimi yuqori ko'tarildi. Bundan keyin meningcha odamlar mush potilqiliq, ondan keyin xaltliq yemeklarni endi iste'mol qilmasligi mumkin. Qo'saq ichib qolsa, mushunga o'xshash tabiiy bo'lgan mevalarni yeydi, usab qolsa, mush mevalarni siqib suyini ichidi, bunda yaxshi bo'lgan suvlarni ichidi, ondan keyin chaylarni ichidi. Meningcha endi odamlar shu cheritishni oladigan, elementlar qitilgan, yemeklardan yiroq turishi mumkin. Shunlashqa shu soni umri endi uzun bo'ldi deb o'yladim. To'g'ri aytasiz. Voy Yasin, demigan bilan kelgusi mahsulotga bo'lgan tushunchang xeyli yomon emaskan bo'lmasa. Aras shirin tomoqlar pishib qoldi-ku, nima berib qarab qolsangiz. Qo'saqlab ichib qoldi. Yegash bir mo'lashmadi. Puldi. Tomoqlar pishib qoldi-ku. Ilan tabaqni deydilar. Taninglar. Yasin, atosh tamoqlari o'xshaydigan yo'q. Tamoqlari sana tetimay qoldimi nima? Shanay, ochilin chaqirma. Yazol, nima bo'ldi? Tamoqda. Yaqay tomoqda masala yo'q. So'raydigan bir chiqib qoldi. Ben buna çiğneyin çakıp kırdım. Yaşım siz fresh pamti? Sizin so'rab baqqan bo'lsam, men qo'rmini qaysi oshpaz usta qo'rdi? Mehmetçe ustam qo'ydi. Mehmetçe usta. Bo'ldi. Ta'minlarda boshqa bir tarafda qayta almashtirib qilsam bo'lajimi? Yaqay shunda yaxshi yo'qdi. Men faqat shu ustamning ismini so'rab baqay dedishim. Boshqa ish yo'q. Rahmat sizga. Qo'lda ham sabara g'izalni o'rtasanli bo'ldi. Shenay, samsa kendiga o'tib, shu Mehmetcan ustam deb, shunga 30 ming pul urib bera. Neymiş qanday? Ma tomoq bek o'xshabdi, meni Mabek tetibdi deb, shu ko'nglim deb qo'ysangiz bo'ldi. Bo'ldi. Yazol, bu pulni yomon buzib chachabsizlar qanday? Yaqay, men pulni buzib chashmayman. Men shu Namrat ayilda cho'ng bo'lgan, kichigimdan tartib bosh qo'rqanchilikni obdonlik ko'rgan. Meni momam berib cho'ng qilgan. Kichik vaqtimizda oilamizning sharoitimiz qat'iy yaxshi emasdi. Pulning qadrini xeyli obdonlik ko'rgan. Abaydan endi toza qo'yib kirib chiqayda keyin o'tgan vaqtimda shu Mehmetcan ustamniki
ayol bilan naytdi ta'sirli bir paranglashayotgan telefonda anglab qoldim. Shuni bilan yaqin kelib anglab baqay desam, bu balma menga o'xshash bir yetim bola ekan. Oila ahvoli hozir ancha yaxshi emas o'xshaydi. Uning ustiga bolasi og'ir kasal ekan. Ani bu yerda ishlab topgan pullarimi yetishmayapti hozir doktorxonada ko'rinib davoltidi. Shu ko'rib o'zimni isim kelib qoldi. O'zimga o'xshaydigan yetim oila sharoitida ishlar ahvoldagi bir bola ekan. Shunlashib bir yordam qilib qo'yay deb o'ylashim. Xatochilik qildim yozasizlar. Lekin nima isim bor ekansizlar. Hamma odam sana o'xshash pul topganda o'zining aslini unutmagan bo'lsa, bu dunyoda kibrlik bo'lmagan bo'ladi-da. Yaraysa Yasin, bugun men sana qo'l berdim. Akila qo'lingni. Filmimizning tajdori Oqsaroy Buloq suyi.